domlani eshitganimda ko'p aytadi, haligi odamlar savol berishadi. Misol uchun, demokratiya kufrmi deb savol berilgan savolga demokratiya shu vosita, demokratiya din emas deydi-da. Shunda menda savol paydo bo'ldi. Shu faqat din bo'lsa-la kufr bo'ladimi shu narsa? Ha, din bo'lsa kufr bo'ladimi? Qarang, siz islom dinini qo'yib siz xristian diniga kirdingiz. Nima kufr qildingizmi siz? Yo'q. Bitta narsani kufr bo'lish uchun faqat din bo'lishi kerakmi? Xolosmi demoqchiman. Qarang. Ha, qarang. Vosita ham kufr bo'la olmaydimi degan tushuncha bor menda. Vosita nimaga xizmat qilishligiga qarang. Velosiped haydashlik kufrmi, kufr emasmi? Harommi, harom emasmi? Nimaga? Velosipedda men diskotekaga haydab boryapman. Kufrmi, kufr emasmi? Ya unda harom bo'ladi. Ha, harom bo'ladi, to'g'rimi? Lekin boshqa joyga haydab borsam harom bo'lmaydi. Ya'ni ko'rasizmi, velosiped bu vosita, maqsad emas. Vosita sifatida men uni masjidga haydab borsam joiz, savob bo'ladi. Diskotekaga haydab borsam bu narsa nima bo'ladi? Harom bo'ladi, to'g'rimi? Endi qachon kufr bo'ladi velosiped haydashlik? Qachon kufr bo'ladi? Ha. Qachonki men e'tiqod qilsam, Alloh taolo odamni mukammal yaratmagan, bizni oyoqlarimiz bizga yetarli emas. Velosipedni ham haydashlik kerak. Nimaga? Chunki Alloh taolo bizni mukammal yaratmagan deb e'tiqod qilsam, o'shanda kufr bo'ladi. Tushundingizmi? Qarang, o'shanda bitta odamga aytsam, men aytsam, velosiped haydashlik kufr desam, bitta odam keladi. To'xta. Velosiped bu vosita, maqsad emas deymiz. Velosiped bu vosita. Velosipedni biz masjidga haydab boramiz. Ya'ni fosiq odamlar diskotekaga haydab boradi. Ba'zi ya'ni kofirlar nima deydi? U e'tiqod qiladi. Ya'ni velosiped bizga oyoqlarimizdan ko'ra afzal. Alloh taolo bizlarni mukammal yaratmagan. Velosiped haydash hamma shart desam, o'shanda men kufr qilgan bo'laman. Chunki men e'tiqodda adashdim. Ammo men vosita sifatida ishlatsam, muammo yo'q.